Gentra'ni puliga zo'r mashina topib qo'ydim. Buick'ga RC Focus brendi premium klassik mashinalar chiqarar ekan. Xitoyliklar jinni ketyapti. Narxini eshitib просто shok bo'lasizlar. Oddiy segmentli mashina deb o'ylamanglar. Elektronli spoiler, elektronli ochiladigan bagajnik, hattoki zaryadnik krishkasi ham elektronli. Eshigini ko'ringlar. Oddiy holatda eshikni ushlab turib tortasizlar. O'zi ochib beryapti. Salonni qaranglar. Mana bu yerda qarag'onma tablo ko'rinmayapti. Head-up tablo ekan. Panorama tom, abduf, abagrev, sidena pamyat, xullas hamma preimуществosiga ega. Eshikni yopilishi ham, ochilishi ham ajoyib ekan. Sidenalarni ko'tarishini qaranglar. Hamma yoq elektronli. Xitoyliklar nima qilib tashyapti? Bitta to'liq zaryad bilan 500 km yurar ekan, orqani kengligini qaranglar. Dala bo'yotibdi. Bu mashinani Malibu bilan misol uchun solishtirsanglar, takka olib qo'yadi. Xitoy bilmayman, mana shu dunyoni egallamoqchi, narxlari ham shikalat, mana bezramichning oynalarni qaranglar. Bunaqa mashinalar bor-ku, ancha qimmat bo'lardi. Narxini lekin yorib tashyapti. Premium klassdagi mashinalarni chiqazar ekan, hattoki bagajnikda subwoofer bor. Zavodda WeChat nomerlarini ham qo'yamiz. Sentyabr oyidan O'zbekistonda aksiyaning sotuvi boshlanar ekan, xudo xolasa. Ungacha zakaz qilib tursanglar bo'ladi. Menimcha Toshkentga bir 21 mingga kirsa kerak. Like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Poddesh qilib turasizlar.